suyak yo'q. Bemalol laqim kezaveradi. Qirg'izistonlik bolalardan ko'yinimiz to'q. Go'shtni har kuni to'g'rashadi, har kuni go'sht yeyishadi. Shuning uchun 1000 grammda xotirjamchilik bilan qiynalmasdan tasirlatib qo'yadilar. Ketdi akajon. Mukofot pulimiz 500 ming so'm. Mayoq tarzida 1 kilo go'sht qo'yib berganmiz. Shoshilmasdan kesaverasiz. Vaqtimiz o'ta zo'r. Bizni Qirg'izistonda kuzatib borayotgan do'stlarimiz bir qanchalarini bilamiz. Videoga like bosib, Qirg'iziston bayrog'ini qo'yib qo'yinglarchi, qancha odam bizni kuzatib boradi. Aka chetda kam. Yana bilmadim. Yo'q, kamiga kam hozir. Akam o'ta xushyor ekanlar, o'ta xushyor. Gramigacha, misqoligacha omad tekshiruvdi. Qirg'izistonlik bolalar O'zbekistonda Farg'onada o'z omadini sinab ko'rish uchun Yormazor go'sht markaziga tashrif buyurishdi. Hamda 500 mingni qo'lga kirishdi. Voy o'lchaganicha bor ekan, yomon bas aka. Bu harakatga aka yutishingiz kerak edi. Dahshat 1.34.